بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli azizlar g'oyibona diydor ko'rishdik ulug' ne'matni Alloh siz bilan bizga nasib etdi yaratgan Parvardigorimizga beadad hamd va sanolar bo'lsin Allohning irodasi bilan mana xonadoningizga yangi kelin kelib tushdi bu juda katta baxt kuyov ham kelin ham shu kunda albatta farz namozlarini ado qilgandan keyin 2 rakat namoz o'qishligi juda afzal yaxshi xislatlardanki uni nafl deb niyat qilinadi 2 rakat namozni shukrona namoz ya'ni Alloh tarafidan bandaga har bir ne'mat berilganda o'shani shukronasi uchun 2 rakat namoz o'qiladi shuning uchun kuyov ham Allohga shukr keltirsinki bugunlik kunda Alloh shunaqa ulug' ne'mat xonadoniga fayz barakot nasl nasabni tarqalishligiga sabab bo'lgan bir nikohlanish ne'matini Alloh nasib qilganligi uchun shukronasiga 2 rakat namoz o'qiydi kelin ham shunday namozxon ro'zador kuyovni nasib qilganligi uchun shukronasiga 2 rakat namoz o'qiladi va o'sha namozda Allohdan so'raydilarki ey Parvardigoro bizga o'zimizdan ham chiroylik o'zimizdan odoblik axloqlik dinga xalqqa xizmat qiladigan soliha farzandlarni bergin deb Allohdan so'raydi demak shu kundan boshlab o'sha farzandi solih bo'lishligi uchun bu kuyov kelin avvalo luqmalarini tozalashligi luqmaya halol bilan turishligi o'sha farzandga bu katta ta'sir qiladi albatta farzandi solih bo'lishligi ota-onaning luqmasidan bo'ladi shuning uchun luqmani tozalashlik Alloh iroda qilib ayolingiz homilador bo'ldi demak o'sha ayol nimani kusasa qanday narsani ishtahasi xohlaydigan bo'lsa o'sha narsalarni muhayyo qilishlik lozim bo'ladi va erkak ham ayol ham hayoti dunyoda yashar ekan bir-birini siz deb murojaat qilishligi lozim bo'ladi ayol ham yaxshi emas erni atini aytib palonchi aka deyishligi balkim uni o'rniga xo'jayin dadasi yo begim deb murojaat qilishligi va shunga o'xshagan er ham ayolni atini aytib chaqirishlik o'rniga poshsha pari yo onasi deb murojaat qilishligi erkaklar bilib qo'yingki siz ham sen ham bir og'izdan chiqadi shuning uchun ayolni tabiati nozik siz uni sen deb murojaat qiladigan bo'lsangiz ba'zi narsalarda o'ksitadigan bo'lsangiz o'zi ishtahasi tortib turgan narsalarni siz muhayyo qilmasangiz shu homiladorlik vaqtida uni kayfiyatini buzadigan bo'lsangiz masalan ota onasinikiga borib kelay deganda siz shuni muddatini cho'zadigan bo'lsangiz uni asabiga ta'sir qilsa bu ona homilaga ta'sir qiladi homilani biror yeri nuqsonlik bo'lishligiga sizni shu beodobligingiz asabbuzarligingiz ta'sir qiladi shu narsaga e'tibor berib qo'ying yana homilador ayol ham havas qilsin chiroyli narsalarni va farzandini solihlarga ahli qur'onlarga ahli ilmlarga o'xshashligini havas qilsin bir vaqtda bir ayol ko'rinishidan farzandga o'xshagan ammo lekin badallarida tuk o'zini qiyofasi ham nihoyatda xunuk bir farzand dunyoga kelib shuni tuqqan ekan tajriba qilinganda bilingan ekanki u homiladorlik vaqtida bir ayiqqa chiroyli nazar bilan qarab qo'ygan ekan shuni ta'siri homilasiga bilingan ekan shuning uchun homilador ayollar homiladorlik vaqtida shirin narsalarni iste'mol qilishligi va chiroyli narsalarga ko'proq nazar solib e'tibor qilib shularga havas qilishligi shu farzandga ta'siri bo'lar ekan Alloh nasib qildi Xudoy taolo sizga farzand nasib etdi o'sha farzand birinchi dunyoga kelgan vaqtda ham shukronasiga 2 rakat namoz o'qing alhamdulillahi ala kulli hol deb ba'zi fikri kalta ukaxonlarimiz qiz farzand ko'rganda ruhi tushadi asabi buziladi lekin undek emas kelgan ne'mat qanday zot tarafidan kelinganligiga e'tibor berish kerak qizdir o'g'ildir Alloh tarafidan agar Xudo nasib qilmaganda edi yer yuzidagi hamma parxonga borganda ham bu farzandni Xudo bermas edi yer yuzidagi hamma daraxtlarga lata baylaganda ham Xudo bermasa bu farzand dunyoga kelmas edi demak qiz farzand bo'lsa-da bunga shukr keltirsin Alloh shu ne'matni nasib qildi Qur'oni azim sha'nda Alloh subhanahu va taolo astaidu billah yahabu liman yasha'u inatha ya'ni biz xohlagan bandamizga birinchisini qiz qilib beramiz deyapti demak
farzandni birinchisi qiz bo'lib qolishligi o'zi Alloh tarafidan katta rahmat ekan. Xudo Qur'onda biz ularga qiz farzand beramiz, birinchisini o'g'il emas, qiz farzand beramiz deyapti. Bunga shukr keltirishlik lozim bo'ladi. Buni hikmatini Alloh biladi. Ba'zilar 2 ta, 3 ta qizi bo'lsa noliydi, 4 ta qizi bo'lsa noliydi. Biz aytamizki, shunga shukr keltiring. Alloh shukr keltirganlarga beradigan ne'matni ziyoda qilaman deb va'da qilgan. 4 ta qiz farzandingizga 4 ta solih ahli Qur'on kiyov bersa ajab emas. Buni hikmatini Alloh biladi. Shuning uchun bunga shukr keltirmoqlik lozim bo'ladi. Johiliyat o'sha islom kelmasdan turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lmasdan turib, johiliyat davrida kofirlar, munofiqlar qaysi xonadonda qiz tug'ilsa o'shani tirigicha olib chiqib ko'mar ekan sahroga. Demak, johiliyat bilan islomning farqi, bizdagi farq islomiy farq. Demak, alhamdulillah qizdir, o'g'ildir, bunga shukr keltiramiz. Hattoki Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qiladilarki, bir narsadan xursand bo'laman, bir narsadan xafa bo'laman eslasam. O'sha johiliyat davrida qilgan 2 ta ishimni bittasidan xursand bo'laman, bittasidan xafa bo'laman. Bittasidan kulishligim uki, ya'ni holvadan o'zimizga but yasab, o'sha holvaga biz ibodat qilar edik. Issiqda erib ketayotganligini ko'rib turib, o'zimiz yasagan but, o'sha holvadan bo'lgan butni o'zimiz yer edik. Buni eslasam kulaman deydilar. Va qiz farzand tug'ilganda o'sha qizimni olib chiqib sahroga ko'mganman. Ko'mayotganimda qizim chirillab, loy qo'llari bilan soqollarimga yopishganligi, buni eslasam o'sha qizimga rahmim kelib yig'layman degan ekanlar Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu dey zot. Shuning uchun siz bilan biz johiliyatdan farqimiz qizdir, o'g'ildir, Allohga shukr keltiramiz. Buni yaratgan Parvardigor nasib etdi. Shuni bermaganda nima bo'lardi? Umuman befarzand qilib qo'yganda nima bo'lar edi? Shuning uchun birinchi farzand tug'ilgandagi vazifamiz o'g'ildir, qizdir, Allohga shukr keltirib 2 rakat namoz o'qishligimiz. Va undan keyin o'sha farzandni o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytiladi. O'sha azon aytayotganingizda qarab tursangiz, farzand har qanday holatda bo'lsa-da bir tabassum bilan yaratgan Parvardigorimning ismi meni qulog'imda jarangladi deb xursand bo'ladi. Azon aytishni tezlating. Qaysi vaqtda agar iloji bo'lsa o'sha tug'ruqxonada. Chunki Ummu Subyon degan dev bor ekan, bolalarini onasi degan. O'sha farzand tug'ilishligi bilan qo'lini mahkam siqib olar ekan. O'sha devni qochirishlik uchun Allohu akbar deb o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytiladi. Undan keyingi vazifamiz shu farzandimizga chiroyli ism qo'yishligimiz. Chiroyli ism qo'yishda o'g'ildir, qizdir, birorta ahli ulamoga, olimga borib, Xudo menga o'g'il berdi, qanday ism qo'yay? Yo qiz berdi, qanday ism qo'yay? O'g'illarga Abdurrahmon, Abdurrahim, Abdulhalim deb qo'yishlik va payg'ambarlarimizni ismlaridan qo'yishlik va qizlarga sahoba ayollarni ismlaridan qo'yishlik lozimdir. Endi adashib qo'ydingiz, ismni farzandingizga adashib o'lmasmidi, tursinmidi yoki qizlarga mana Maftunamidi, O'rag'voy, Mingali degan atlar qo'yilib qo'ydi. O'sha farzand bu dunyoda ham sizga da'vo qiladi, yoshi katta bo'lganda o'rtoqlari ermalaydi uni, mazax qiladi, bu dunyoda ham sizga osiladi. Otajon nimaga chiroyli ism qo'ymadingiz? Va qiyomatda ham o'sha otaga tuhmat qiladi, menga chiroyli ism qo'ymagansiz deb. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzuriga bir sahoba kirgan ekan. "Yo Rasululloh, otam meni ismimni xunuk qo'ygan. Nima deb qo'ygan? Ko'rshaparak deb qo'ygan. Oshnalarim meni mazax qiladi." deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha sahobani ismini almashtirib qo'ygan ekan. Demak, shariatda ism almashtirishlik joiz ekan. Endi ismlar ba'zilar aytadi, juma kunda tug'ilsa Odinaxon qo'ymasa bo'lmas ekan. Juma kunda tug'ilganga Jumavoy qo'ymasa bo'lmas ekan. Farzandi o'laversa Tursunboy qo'ymasa bo'lmas ekan. Bular bid'at gaplar. Durust gaplar emas, noto'g'ri gaplar. Kitobiy gap o'sha farzandga kitobiy ism qo'yishlikda. Shunga e'tibor berishlik lozim.